Akalar, opalar, mana bu ish jarayonini ko'rsatib o'taman. Bemalol kuzatishlaringiz mumkin. Akalarimiz, opalarimiz mana shu tarzda ishlayapti. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum bizni kuzatib borayotgan aziz musofir yurtda yurgan vatandoshlarimiz, hamyurtlarimiz, akalarimiz hamda opalarim, joninglar sog'mi? E'tiborlari uchun katta rahmat. Podдержка qilyapsizlar, laykni, kommentariyani ayamasdan bosyapsizlar. Inshaalloh men ham esa to'xtatmasdan sizlarga arzimagan bo'lsa ham yordamimni inshaalloh sizlarga tavsiya qilib boraman. İş chiqaryapmiz. Sankt-Peterburg shahrida yozyapti-ku kommentariyaga akalar, Sankt-Peterburgdan chiqaring, Sankt-Peterburgdan. Mana sizlar uchun Sankt-Peterburgdan yana ishlar chiqaryapmiz. Ishimiz juda foydali. Ishimiz esa O'zbekistondan, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Turkmanistondan kelaman degan vatandoshlar uchun juda qulay tomon. Qanaqa deb so'ragan vatandoshlarimiz uchun sizlar esa borgandan sarson sargardon bo'lib yurmaysizlar. Sizlarni aeroportda eshigini oldidan kutib olishadi. Sizlarga patentga pul yordam beriladi va patentni to'lovlari, pitaniya, registratsiya, trudavoy dogovor mutlaqo ishxona tomonidan bo'ladi akalar. Bitta shu agar video laykka arzisa, layk, kommentni bosing. Mana shu videomiz topga chiqsin akalar, opalar. Bu yerga ham erkak, ham ayol, ham semeyli paralar bo'ladi. Yotoq joyi faqat komfortabilni hostelda bo'ladi akalar, opalar. Inshaalloh ko'p vatandoshlarimiz joyga ham qaraydi, yotoq joyiga qarab ishlaydi. Shuning uchun joyimiz juda yaxshi. Bemalol borib ishlashingiz bo'ladi. Erkak, ayol, semeyli para. Hammaga inshaalloh yotoq joydan, ishxona tomonidan hammasidan uslubiyalar bor. Aytib o'tgandek, 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimiz erkak ayollarni ishga taklif qilinadi. Smenasiga 3600 rubl beriladi akalar, opalar. 12 soat ish, 1 soat obed va perekurga ajratiladi. 11 soat ish vaqti bo'ladi akalar. İşimizde aytib o'tdik, metro Chernishevskiy, metro Gorkovskiyda bo'ladi. Sankt-Peterburg shahrida vatandoshlarimiz biladi. Arnaut xleb Buluchka zavodida bo'ladi. Pasta nomerlari qo'yganman. Bu opamiz Nazokat deydi. Nazokat opaga bemalol aloqaga chiqasizlar. Menejer o'zbek. Ko'p vatandoshlarimiz aytadi, o'zbekning nomerini qo'y deydi. Mana menejer o'zbekning nomerini qo'ydim. Sizlarga batafsil yana ma'lumotni tushuntiradi inshaalloh. Sizlarni u yerda kutib olishadi. Sarson sargardon bo'lmaysizlar. Bemalol borib ishlaysiz. Har 15 kunda smenangizni yopadi akalar, opalar va oyligingizni olasiz. Pasta nomerlar akalar, pitaniya aytib o'tgandek, yotoq joy, patentni to'lovlari har oyi 8000 rubl, bilasizmi akalar? Hammasi mutlaqo ishxona tomonidan bo'ladi. Yana qanaqa ish kerak akalar? Shu agar ishimiz arzisa, like, komment, shu videoni maksimalni topga chiqaysizlar. Har bittangizdan iltimos. Mana shuncha men sizlardan yordam so'rayman. Boshqa biron narsa. Joninglar sog' bo'lsin. Xudo xolasa yana yangi ishni chiqarib boramiz. Faqat podдержканы unutmaysizlar. Har kunlik to'lov, stroyka, zavod, частный zavodlardan inshaalloh faqat bizning kanalimizda ish chiqadi. Tezda pastdagi nomerga telefon qiling. Ish joylari chegaralangan, bemalol borib ishlashingiz mumkin. E'tiborlar uchun katta rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Qayerda bo'lsangiz ham Allohga omonatsizlar. Podдержка uchun rahmat.